Davom etamiz. Toshkent shahar soliq boshqarmasi mutasaddilari Mirobod tumanida yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Rahbar va yoshlar uchrashuvidan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Bugungi kun yoshlari islohotlarning faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Mirobod tumanida Toshkent shahar soliq boshqarmasi mutasaddilari hamda yoshlar o'rtasida o'tkazilgan ochiq muloqot buni yana bir bor ko'rsatdi. Uchrashuvda yoshlarning g'oya va tashabbuslari tinglanib, ularning muammolariga birgalikda yechim topish choralari belgilandi. Prezidentimiz tomonidan har payshanba rahbar va yoshlar uchrashuvi belgilangan. Shu munosabat bilan Mirobod tumanida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdilar. Ko'plab yoshlarimiz qatnashdilar va eng asosiysi o'zlariga qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Kelajakda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan yoshlarimiz ham o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi, takliflarni berishdi. Erkin muloqot tarzida o'tgan tadbirda yoshlarning ta'lim olishi, bandligini ta'minlash, ayniqsa tadbirkorlik yo'nalishidagi startap loyihalari keng muhokama qilindi. Har bir bildirilgan fikr e'tibordan chetda qolmadi. Yosh tadbirkorlarga soliq imtiyozlari va shaxsiy rivojlanishlari bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Barchamizga ma'lumki, turli xil tashkilot va barcha oliy ta'lim muassasalarida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i institutimizga tashrif buyurdilar. Bu davra suhbatida talabalarimiz o'zlarining soliq mavzusidagi savollariga turli xil javoblarni oldi. Shuningdek, soliq yo'nalishidagi bilimlarini rivojlantirishga bir ko'mak bo'ldi degan umiddaman. Rahbar va yoshlar uchrashuvi doimiy va barcha oliy ta'lim muassasalarida bo'lib turishi kerak deb o'ylayman. Bir so'z bilan aytganda, tadbir yoshlar g'oyalarini real imkoniyatga aylantiradi. Zero kelajak avlodning shijoatini to'g'ri yo'naltirish mamlakatning ertangi kuni taraqqiyotini belgilab beradi.